Bir daqiqa. Bugungi sonimiz Osiyo Kuboklari tarixidagi eng yorqin g'alabalarimizdan biriga bag'ishlanadi. 2011-yil 7-yanvar Doha Osiyo Kubogi ochilish o'yini. Ushbu bahs juda muhim sanalardi, chunki bu mamlakat 11 yildan so'ng jahon chempionatini o'tkazishi e'lon qilingan va hamma mezbonlar g'alabasini taxmin qilayotgan edi. Hatto uchrashuvga FIFA prezidenti Sepp Blatter ham taklif etilgan, ammo O'zbekiston boshqa reja bilan maydonga chiqqandi. Birinchi bo'lim teng kurashlar ostida o'tdi. Qatar golga juda yaqin keldi. Ikkinchi taymda esa stadionga tashrif buyurgan muxlislar super gol guvohiga aylandi. 59-daqiqada Odil Ahmedovning uzoqdan bergan zarbasi jamoamizni hisobda oldinga olib chiqdi. Darvozabon har qancha urinmasin, to'pni qaytara olmadi. 1-0. Bu hali boshlanishi edi. 77-daqiqada jamoamiz sardori Server Jeparov raqib himoyachisining qo'pol xatosini kechirmadi va vakillarimizning ikkinchi golini kiritdi. O'sha kecha bitta narsa ayon bo'ldi. O'zbekiston bu musobaqaga shunchaki ishtirok uchun emas, chempionlik uchun kelgandi. Yakunda jamoamiz yarim finalga qadar yetib bordi. Ammo bu boshqa hikoya. Video sizga yoqqan bo'lsa like bosing, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Eng yaxshilari hali oldinda.